Wingle 7. Bu haqiqiy mehnatkash pikap. Og'ir ishlar, qishloq xo'jaligi, yomon yo'llarda hammasiga tayyor. Ramali mustahkam konstruksiya. Dalada ham, notekis yo'llarda ham og'ir yuklarni bemalol tashishga yordam beradi. Kapot ostida 204 litrli 149 ta ot kuchi ega bo'lgan benzin dvigatel va mexanik uzatmalar qutisi. Tashqi ko'rinishi kuchli, baland, amaliy. Bu avtomobil bezak uchun emas, haqiqiy ish uchun yaratilgan. Yuk ko'tarish qobiliyati 1 tonna. Kuzov himoya qoplamasi bilan qoplangan. Og'ir sharoitda mexanika avtomobilni yana ham aniqroq boshqarishga yordam beradi. Elektr sozlanadigan kreslo, iqlim nazorati, bluetoothli multimedia tizimi, kruiz nazorati, elektr oynalar va ko'zgular. Salon ichida kundalik hayot uchun kerak bo'ladigan barcha qulayliklar mavjud. Interyer shunday yaratilganki, og'ir kundan keyin ham o'zingizni qulay his qilasiz. Mashina barcha asosiy xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan. ACP barqarorlik tizimi, shina bosimi nazorat qilish tizimi, orqa kamera va Parktronic, ISOFIX sozlanadigan old xavfsizlik kameralari. Wingle 7 ishonchli, kuchli, har doim ishga tayyor pikap. Bu avtomobil sizni hech qachon uyaltirib qo'ymaydi.